Assalomu alaykum. Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bugungi mavzuyimiz fotosintez mavzusi bo'ladi. Bu nafaqat o'quvchilarga, balkim butun insoniyatga, aholiga, atrofdagi barcha nima deydi, tirik organizmlarga bo'lgan xos bo'lgan mavzu hisoblanadi. O fotosintez mevalarni paydo bo'lishi, ya'ni ovqatni paydo bo'lishi. Siz bilan biz har doim ovqat iste'mol qilamiz. Suv va energiya manbai hosil bo'lish uchun, energiya hosil bo'lish uchun doimiy biz ovqatlanib turishga majburmiz. Demak, biz bu mavzuni katta kichik barcha hech bo'lmaganda doirada bir o'zimizni doirada albatta bilimiga ega bo'lishimiz kerak. Nafaqat o'quvchilar, balkim katta kichik biladigan bugungi mavzuyimiz fotosintez mavzusi bo'ladi. Bizga ma'lumki, o'simlik dunyosi yer yuzini butun shu suvda, quruqlikda, tog'larda, cho'lda, barcha joylarda o'simlik dunyosi tarqagan. Bu o'simlik dunyosini tarqalishi notekis, bir joyda ko'p, bir joyda kam va hokazo, mana shunday holatda tarqagan. O'simlikda asosan 3 ta organ bo'ladi. 3 ta. Hop. Poya bo'ladi. Barg bo'ladi. Mana barg va ildiz bo'ladi. Demak, qaranglar. Barg, poya, ildiz. Ildiz, poya, barg. Mana shu 3 ta organ birgalikda yig'ilib siz bilan bizga, hayvonot dunyosiga o'zi uchun ovqat hosil qilib beradi. Qaranglarki, juda ham ajoyib bir mavzuni ochyapmiz. Juda ham qiziq mavzu bu. Tirik organizm borki, oziqlanishga majbur. Oziqlanadi. Nega? Har kuni unga energiya kerak. Oddiy kiprigimizni qoqish uchun qancha energiya kerak bo'ladi? Ana shu energiyani o'rnini qoplash uchun biz ovqat yeyishimiz kerak. Ovqat yeganda organik moddalar, ya'ni oqsil, kraxmal, yog' iste'mol qilishimiz majburmiz. Bunday moddalarni nima hosil qilib beradi? Faqat o'simlik hosil qilib beradi. O'simlik hosil qilib beradi. Men har qanday o'sha Xitoy rivojlangan, iqtisod tomondan rivojlangan, texnika tomondan rivojlangan Amerikami, Yaponiyami, Xitoymi, har qanday davlatni, har qanday stanogi, har qanday zavodi mana shu bir dona o'simlikni vazifasini bajarolmaydi. O'simlikning vazifasini hech qaysi stanok, hech qaysi zavod, hech qaysi olim, u professormi, akademikmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'simlikni vazifasini bajarolmaydi. O'simlik biz uchun nafaqat oziq-ovqat yetkazib beradi, balkim havoni tozalab beradi. Havoni tozalab bizga toza havolarni yetkazib beradi. O'quvchilar, tinglovchilar, kuzatuvchilar, shuni eslanglarki, bilinglarki, o'simlik bizning eng yaxshi do'stimiz, kerakli do'stimiz. Hech qanday bu bizdan birorta narsa talab qilmaydi, faqat mehr talab qiladi. O'simlikni o'stirish uchun unga shu e'tiborni, qarovni, agrotexnik ishlarni talab qiladi xolos. Endi ovqat qanday hosil bo'ladi? Biz uchun shirin shakar olmalar, uzum, tarvuz, qovun, bug'doy, non, go'sht nima bo'lishidan qat'iy nazar biz iste'mol qilayotgan yog', shakar, oqsil, barcha moddalar qanday hosil bo'ladi? Faqat o'simlik hosil qilib beradi. To'g'ri, oxirgi paytlar o'sha
sintetik moddalar, oziq moddalar, yarim tayyor oziq moddalar hosil bo'lyapti, ishlab chiqaryapti. Masalan, alternativni go'shti, sun'iy go'shtlar, sun'iy tuxumlar yoki boshqalar eshitib qolamiz. Yoki o'sha nimalarda, televideniyada, mana internet tarmoqlarida eshitamiz. Baribir bilinglarki, o'simlikdaqa bizga yetishtirib beradigan haqiqiy ekologik toza mahsulotni faqat o'simlik yetishtirib beradi xolos. O'simlikgina bu narsani uddasidan chiqadi. Endi bu qanday hosil bo'ladi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. O'simlikda demak 3 ta organ bo'ladi. Poya, ildiz, barg. Demak, ildiz, poya, barg. Demak, quyosh nuri. Quyosh nuri bargning mana o'simlik bargini, ya'ni qo'limda turadi bu o'simlik bargi. Hop, mevasiz daraxt baribir barg. Bargda xlorofil donachasi bo'ladi. Hamma barglarda xlorofil donachasi bo'ladi. Xlorofil donachasiga quyosh nuri tushib turadi. Har doim tushib turadi. Bu tushib turgan nur mana shu xlorofil donachasi, bu xlorofilda o'z kimyoviy formulasi bor. Men kimyoni chuqurroq o'tish uchun, biologiyani chuqurroq o'tsam, ayrim odamlarga sal zerikarliroq bo'ladi. Shuning uchun men umumiy tushuncha hosil bo'lish uchun, qiziqarliroq bo'lish uchun men sodda yo'lni tanladim. Sizlarga tushuntirish ishlarini mana shu mavzu orqali yoritib berishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlanglar, zerikib qolmanglar. Albatta bu ilm bu. Ilmda qiyinchilik bilan egallaymiz. Qiyinchilik bilan o'zlashtiramiz va qiyinchilik bilan o'shani ishlatamiz. Shuning uchun ozgina vaqtni, shu e'tiborni, shu diqqatni jamlab menga shu mana shu narsalarga quloq solsalaring juda katta ma'no, mazmun topasizlar. Albatta achinmaysizlar. Hop, boshladim. Hop, nur. Bargga har doim quyosh nuri tushib turadi. Demak, tushgan nur xlorofilda kimyoviy formulasi, biokimyoviy formulalar juda murakkab. Men sodda qilib boshqa reaksiyadan foydalanib ketaman. Demak, ildizning vazifasi suv va mineral, suvni formulasi mana H2O. Suvni formulasi. Demak, suvni ildiz o'ziga shimib oladi. Ya'ni tuproqdagi suv va mineral tuzlarni ildiz shimib oladi. Poya orqali mana ketyapti. Poya orqali bargning xlorofiliga boradi. Xlorofilda yig'iladi, to'planadi. Endi havoda bizga ma'lumki karbonat angidrid gazi bo'ladi. Yaxshiyamki karbonat angidrid gazi 0.3%, 0.3% ni tashkil qiladi. Karbonat angidrid formulasini SO2 deyiladi. SO2 ya'ni uglorod to'roksidi. Uglorod to'roksidi havoda 0.3% tashkil qiladi. Qaranglar, o'simlikni naqadar bizga do'stligini, karbonat angidrid gazini ko'paytirmaydi. Karbonat angidrid gazini ko'payishidan saqlab o'ziga yutib turadi. Ya'ni barg og'izchalari orqali, bargning orqa tarafida juda ko'p millionlab og'izchalari bor. Og'izchasidan mana shu karbonat angidrid gazini doim yutib turadi. Va yutib bu karbonat angidrid gazi ham qayerga borar ekan? Xlorofil donachasiga borar ekan. Demak, havodagi karbonat angidrid gazini barg og'izchasi orqali yutib xlorofilga boradi va suv va mineral tuzlar ham xuddi poya orqali, ildiz va poya orqali xlorofilga keladi. Xlorofilda bu ikkalasi kimyoviy reaksiya sodir qiladi va bizga kerak bo'lgan mahsulot, mana shu yerda mevani hosil qilib beradi. Mana meva. Olma, o'rik, shaftoli, qovun, tarvuz, banan, pomidor,
go'sht iste'mol qiladi mol, chorva mollari iste'mol qilish natijasida go'sht paydo bo'ladi, oqsil paydo bo'ladi. Ana shularni biz ozuqa sifatida biz iste'mol qilamiz. Shuning uchun mana bunday shirin shakkar, olma, mevalar mana shu yerda paydo bo'ladi. Qaranglar. Endi sodda qilib men kimyoviy formulasini yozaman. Demak, suv. Suvning formulasi plus karbonat angidrid gazining formulasi, karbonat angidrid gazining formulasi va hosil bo'lyapti uglevod C6H12O6 plus qo'shimcha mahsulot kislorod ajralib chiqadi. Qaranglar. Suv mana ildiz orqali poyadan borib xlorofilga boryapti. Karbonat angidrid gazi havoda 0,3%. Shu kamligi mana shu o'simlikni foydasi, o'simlikning ahamiyati. Tasavvur qiling, o'simlik bo'lmasa karbonat angidrid gazi ko'payib ketadi. Nimaga? Biz hayvonot dunyosi, insoniyat, zavod, fabrikalar, mashinalar, butun texnikalar, zavodlar karbonat angidrid gazi chiqarish bilan ovora. Butun gazlarni hammasini havoga chiqaryapti. Mana shu insoniyatdan barcha-barchasi. Endi o'sha karbonat angidrid gazi biz chiqarayotgan, hayvonlar chiqarayotgan, zavod, fabrikalar, mashinalar chiqarayotgan karbonat angidrid gazini yaxshiyamki mana shu o'simlik yutib turar ekan o'ziga. Qayerda yutyapti? O'simlikning bargida yutyapti. Barg orqali yutib xlorofilda yutyapti. Demak, xlorofil quyosh nuri, xlorofil. Xlorofilda shakar hosil bo'ladi, ya'ni uglevod hosil bo'ladi. Mana shu yerda uglevod hosil bo'ladi. Uglevod poya orqali kelib mevada yig'iladi mana shu olmada yig'ilyapti. Mana shu olmada yig'ilyapti. Mana olma. Mana shu yerda hosil bo'lyapti. Mana shu yerda qovun hosil bo'lyapti. Mana shu yerda banan hosil bo'lyapti. Sabzi hosil bo'lyapti. Har qanday iste'mol qiladigan mahsulotimiz mana shu yerda hosil bo'lyapti. Nimani evaziga? Xlorofil evaziga. Nimalarda ishtirokida karbonat angidrid keraksiz karbonat angidrid. Hech kimga kerak bo'lmagan karbonat angidrid gazini o'simlik yutyapti. Demak, juda katta zavod ekan. Har qanday butun men Yaponiyami, Amerikami, qaysi davlatda inobatga olmanglar. Bunaqa zavod yo'q. Men kafolat beraman, bunaqa zavod yo'q. Olmani hosil qilish mumkin. Olmani hosil qilish mumkin. Sunnisini kimyoviy jihatdan o'xshaydi. Lekin biz iste'mol qilganimizda buni to'liq organizmimiz hazm qiladigan mahsulot faqat tabiiysi. Sunnisini iste'mol qilsangiz bir kun zarari bor. O'shancha Yevropada yarim tayyor mahsulotlarni, sunniy mahsulotlarni, Amerika boshqa davlatlarda yarim tayyor mahsulotlarni yeyishi oqibatida juda ko'p kasalliklar paydo bo'ladi. Ichki organizmda semirib ketish, qon aylanishda, moddalar almashinuvida chiqarishda barcha kasalliklar mana shu yarim tayyor mahsulotlari va o'sha sintetik mahsulotlar oqibatida. Shuning uchun tabiiy mahsulotlarga yetmaydi hech narsa. Tabiiy mahsulotlarni nima hosil qilib beradi? O'simlik hosil qilib beradi. O'simlikka hech narsa kerak emas. Suv kerak, karbonat angidrid gazi kerak. Va ikkalasini qo'shib mana xlorofilda shakar hosil qilib berar ekan, uglevod hosil qilib berar ekan. Shakar hosil bo'lyapti. Shakar yig'ilib qayerga? Mevaga yig'iladi. Mevada yig'iladi. Ana buni biz bu aslida o'simlik o'zi uchun yaratgan bo'ladi. Biz shu yerda ham noshukrlik qilamizda, shuncha hosil qilib berganiga qaramasdan uni uzib olib biz iste'mol qilamiz.
o'zi uchun oziqa tayyorlaydi. Kartoshka ham kartoshkani o'sha tuproq tagida katta kartoshkalarni bekorga, bejizga to'plamaydi. Faqat shu o'zi uchun qachondir zapas modda bo'lsin, qachondir men oziqlanaman deb yig'adi. Lekin o'ylang, ko'ringki, biz uni qazib olib iste'mol qilib yuboramiz. Ana shuni oqibatida mana shu biz energiya manbai sifatida bunga hozir keyingi reaksiyani yozaman, o'shanda hop tushuntirib o'taman. Demak, o'simlikda kimyoviy reaksiyasi mana shu yerda biokimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi va mevalar hosil bo'ldi. Ya'ni ovqat hosil bo'ldi. Hop, 6 molekula kislorod, 6 molekula nima? 6 molekula karbonat angidrid gazi, 6 molekula suv. 6 molekula suv, 6 molekula karbonat angidrid gazi, 6 molekula kislorod. Mana shu ishtirok etadi va mana bu endi qaranglar. Shakar hosil bo'libdi, meva hosil bo'libdi. Shu bilan chegaralanmayapti, qarang, o'simlik. O'simlik shu bilan chegaralanmayapti. Biz bu o'simlikni kesish bilan o'ramiz, yo'q qilish bilan o'ramiz, kamaytirish bilan o'ramiz. Bitta o'simlikda kesdingizmi 10 ta eking. 10 ta kesdingizmi 100 ta eking. O'simlik dunyosi qancha ko'p bo'lsa, shuncha insoniyat yaxshi yashaydi, farovon yashaydi, sog'lom yashaydi. Biz Xudoga shukr, chuqur nafas olayotib turgan gazimiz mana shu kislorod orqasidan. Tasavvur qiling, kislorod bir necha soniya bo'lmasinchi, nima bo'lar ekan? Allohu akbar. Kislorod eng zarur narsa. Ovqatdan 40 kunda odam nobud bo'ladigan bo'lsa, kislorodsiz 1-2 soniyada o'ladi. 1-2 soniyada chidalmaydi, 1-2 soniya yashaydi xolos. Shuning uchun o'simlik dunyosini himoya qilish har bir insonning vazifasi. Xo'p, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketaman endi. Xo'p, qishda barg to'kilib ketadi, mana sovuqda barglar to'kilib ketadi. Menga qarang, barglar to'kilib ketsa, bizga oziqa yetkazib bermasa, kislorod havoda bo'lmasa, kislorod yetishtirib chiqarib bermasa, qanday nima qilamiz? Qayerdan bu kislorod hosil bo'lib qoladi degan savol tug'iladi. Yer yuzini 4dan 3 qismini dengiz va daryolar, okeanlar qoplab turadi. Dengiz va okeanlar. Dengiz va okeanlardagi pastida o'sha suv ostidagi o'simlik dunyosi, o'simlik dunyosi yer yuzidagi o'simlik dunyosidan 100 barobar, 1000 barobar ko'p. Ularda chiqaryapti turgan kislorod gazi, mana kislorod, ular ham kislorod chiqaradi. Kislorod chiqarib turadi. Ham oziqa mahsulot o'zi uchun tana, mana bunaqa barg, poya shakllantirishdan tashqari suvga kislorod chiqarib turadi. O'sha suvdagi kislorodni nafas oladi hayvonlar, o'sha yerdagi suvda yashaydigan baliqlar, qishbaqalar, suv hayvonlar barchasi mana shu suv ostidagi o'simlikdan chiqaryapti turgan kislorodni nafas oladi va ortiqchasi suvni betiga bulanib chiqib, siz bilan bizga yetib keladi. Shuning uchun ham qishda ham biz kisloroddan hech qanday zoriqmaymiz. Atmosferamiz atrofini kislorod o'rab oladi. Va 21% kislorod, bilib olinglarki, 21% kislorodni doimiy ushlab turadi. 21 ga yaqinroq. 21% deb aytiladi, yaxlitlanib. 21% kislorod har doim bizning atrofimizda borda, toza havo borda. O'sha toza havo bilan nafas olib, hayot kechirib yuramiz mazza qilib. Lekin shuni mana shu 21% ni sof holatda, toza holatda olish uchun biz mana shu o'simlik dunyosini, mana shunday o'simlik dunyosini hech qachon kamaytirmasligimiz kerak ekan. Aksincha, unga sharoit yaratib, ekib, ko'paytirib, undan foydalanishimiz kerak ekan. Mana meva-chevalarning barchasi mana shu o'simlik yetkazib beradi. Hayvon, mollarga oziqa bo'ladi, mollar iste'mol qiladi. Mol semirgandan keyin bizga u go'sht bo'lib qaytib keladi. O'simlikning bargi poyasi go'sht bo'lib qaytib keladi. Go'sht oqsil bu, masalan, bodam, yong'oq, bularda yog' paydo bo'ladi. Demak, ulardagi o'sha o'simlik
bitta moddadan ikkinchi moddaga aylanish xususiyati bor o'simlikda. Mana bu yerda hosil bo'lgan shakar oqsilga ham aylanadi. Nimaga yoqqa ham aylanadi. Bu butunlay boshqa mavzu, u juda chuqur, katta molekulyar formulalari bor. Ularni o'tsam sizlarga yaxshi bo'lmaydi, lekin umumiy holatda men tushuntirib ketaveraman. Xo'p, demak, 6 molekula suv, 6 molekula karbonat angidrid gazi ikkalasi qo'shiladi qayerda? Xlorofilda. Xlorofilda hosil bo'lgan shakar modda, mana shakar modda mevada yig'iladi, poyada yig'iladi. Bir xillari shakar qamishlar shirin bo'ladi. Shakar qamishni poyasida maza qilib pishirsangiz, bir xillari sabzi ildizda yig'iladi. Demak, turli xil o'simliklar joyida yig'ib to'playdi ekan nimani? Shakarni yig'ar ekan. Bu shakar demak oziqa bizga. Endi bundan tashqari kislorod nafas olish uchun bizga doimiy kerak bo'lgan narsani, eng asosiy narsani demak kislorodni ishlab chiqarar ekan. Endi qaranglar. Biz xuddi mana shu reaksiyani men hozir bu yerga pastroqqa nima qilib maytdan yozayin, yaxshiroq ko'rinadi sizlarga. Xo'p, demak, endi biz ovqatni iste'mol qilyapmiz. S6H12O6 shakar, uglevod. Uglevodni kislorodda parchalaymiz. Nimaga? Hujayrada, bizning hujayramizda. O'simlikda emas. Hayvonning hujayrasida va bizning hujayrada bu kislorodda parchalanar ekan. Nima parchalanadi? Shakar parchalanadi. Shakar parchalanib hosil bo'lyapti, qaranglar. Mana bu yerga siraka qilib yozay. Hosil bo'ladi suv va karbonat angidrid gazi. Endi bu reaksiyaga o'tamiz. Mana hosil qildi. Hosildan nima hosil qildi? O'simlik hosil qildi. Endi hosil bo'lgan narsani biz teskarisini qilib, ya'ni ovqatni parchalab asl holatiga qaytaryapmiz. Mana shakarda nafas olamiz. Hujayraga nafas kerak, havo kerak. Havo qonimiz orqali boradi hujayraga. Hujayrada bu parchalanadi. Mana hujayra qilib qo'yay. Hujayrada parchalanib, nimaga parchalanyapti? Suvga va karbonat angidrid gaziga. Suv terimiz orqali. Shu terimiz orqali. Og'iz orqali. Ko'z yoshlari orqali. Siydik orqali. Axlat orqali bizning organizmimizdan chiqib ketyapti. Mana shu narsa. H2O suv. Suv o'zi bilan eritib, organizmimizdagi keraksiz tuzlarni eritib tashqariga chiqib ketyapti. Majbur chiqish. Kirish bor ekan, chiqish ham bor. Assimilyatsiya bor ekan, dissimilyatsiya bo'ladi. Endi suv chiqib ketdi. Suv. Endi biz nafas olganimizda kislorod yutamiz, lekin nafas chiqarganimizda karbonat angidrid gazini chiqaramiz. Qaranglar, biz o'simlikdan foydalanib, yana unga oziqa chiqarib beramiz ekan. Bu mana biz chiqaryapti turgan suvni, biz chiqaryapti turgan karbonat angidrid gazini ikkalasini yana mujassamlantirib, qo'shib bizga yana shakar hosil qilib beradi. Qayerda? Xlorofilda. Demak, mana shu reaksiyaga, mana shu kimyoviy reaksiyaga e'tibor beringlar. Men umumiy holatda tushuntiryapman. Hosil bo'lgan oziq-ovqatni biz qanaqa ko'rinishda, go'sht holatidami, meva holatidami, bug'doy non holatidami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma oziqalar bizga o'simlik orqali keladi. O'simlik orqali keladi bizga. Boshqa holatda kelmaydi. Faqat o'simlik bizga yetkazib beradi. Tasavvur qilib o'ylanglar. Falsafiy o'ylanlarki, yeyib turgan har bitta narsamiz o'simlik mahsuloti. Shakarmi? Yog'mi? Go'shtmi? Mevami? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Hech vaqtda qattiq toshlardi, hech vaqtda boshqa
qattiq predmetlarni yemaymiz-ku. Biz o'simlik hosil qilib bergan mahsulotni yeymiz. Shuning uchun ham mana shu moddani, ya'ni suvni hosil qilamiz, chiqaramiz, chiqindi. Karbonat angidrid gazini chiqaramiz. Bundan tashqari mashinalardan chiqaramiz. Karbonat angidrid gazi zavod, fabrikalardan chiqaramiz. Oqovalarni chiqaramiz, atrof muhitni bulg'aymiz, yomon qilamiz. Lekin mana mahsulotlar o'simlik uchun qayg'urishimiz kam bo'lyapti. O'simlik dunyosini saqlash, hozirgi siyosatimizda o'simlik ekish kerak. Prezidentimiz ham aytayapti, o'sha mutaxassislar ham aytayapti, faqat o'simlik dunyosini kengaytirib, ko'paytirish kerak. Eko tuzumni, ekologik tuzumni yaxshilashimiz kerak. Havoni tozalashimiz kerak. O'sha o'simlik hosil qilib beryapti turgan mahsulotlarning sifatini yaxshilashimiz kerak. Bizning asosiy vazifamiz shu. Nimaga? Biz hozir yashayapmiz, hozir iste'mol qilyapmiz, yaxshi narsani yesak, kelajak avlodga o'sha narsani yetkazib bersak, kelajak avlod ham yaxshi yashaydi va o'shandan foydalanadi. Mavzu chuqurlashib ketmasin. Meni to'g'ri tushunasizlar. Men biologiya, kimyo mutaxassisiman, o'qituvchiman. Mana shu uzoq yillar pedagogik sohada ishladim. O'sha institutda, kollejlarda, maktablarda ishladim. Hozir ham mana nafaqaga chiqqanim bilan hech qachon ilmni qo'ymayman. Dehqonchilik madaniyatini, dehqonchilik sirlarini sizlarga yetkazyapman. Mana bunday bu ilmiy dars emas bu. Ilmiy dars emas. Har bir odam biladigan o'sha boshliqdan tortib to oddiy ishchisigacha. O'sha yoshdan to qarigan odamlargacha, barcha odamlarga kerakli ma'lumotlarni berdim. Mendan rozi bo'linglar. Ehtiros bilan qattiq dars o'tgan bo'lsam, meni kechirasizlar. Sog' omon bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Meni qo'llab-quvvatlanglar. Darslarimni kuzatib boringlar iloyim. Doim kuzatib boringlar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar. Do'stlarga, yaxshi ko'rgan odamlaringizga, o'zingizni tanish bilishlaringizga videolarimizni jo'natinglar. Va mana shu orqali biz o'simlik dunyosini, atrof muhitni, atrofimizni yeyotgan ovqatimizni tarkibini yaxshilagan bo'lamiz. O'sha biz yeyotgan mahsulot yaxshi bo'lsa, sifatli bo'lsa, halol bo'lsa, anamda bizda hujayralarimiz o'zimizga ham rahmat etadi. Hujayralarimiz bizga rahmat etadi. Biz aldasak ichimizni o'zimiz aldab qo'yamiz. O'simlikni aldasak bizni aldaydi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Darslarimizni davomiy ko'rishni sizlardan so'rab qolaman. Sog' omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringga ketkizgan vaqtlaring uchun, ketkizgan megabaytlaring uchun kattadan katta rahmat etaman. Videoda kamchiliklar bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringga rahmat. Omon bo'linglar.